Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizga o'xshagan bemorlar. Mana men ismim Alisher, familiyam Yo'ldoshev. Yoshim 62 da. Qancha yillardan beri, masalan 86-yildan beri belim og'riydi. Oyog'im og'riydi. Bunisiga grija, juda ko'p, to'g'risi juda ko'p joylarda davolandim. Даже avvallar 3 oy, 4 oyda bir bor davolandim. Lekin shuncha yildan beri to'g'risi davo topa, shifo topolmadim. Yaxshi, mana bizning bir ikkita tanishlarimiz bor ekan. Shu tanishlarimiz orqali mana shu Toshkent shahrida, Chilonzor tumanida Saxovat bu binosida 9 etajli bino 7-qavatida shifo maskani klinikasi, ya'ni ari bilan davolash maskanida men keldim. Kunlik mesela 2 mahal shu arini nimasidan, zahridan davo oldim. Mana bugun ketyapman. Xudoga ming qatla shukr. Oilam bag'riga, nevaralarimni mana shu maza qilib ko'tarib, o'ynatib, ya'ni mana hozir quchoqlashib o'tiribman. Mana sheriklarim bilan birga. Sizlarga ham sog'lik salomatlik tilayman. Men o'zimda mana shuni his qildimki, hozir to'g'ri, endi boshida mana misol ari chaqqanda hammamiz yoshligimizdan hozir ham nima qilamiz? Qo'rqamizda, qo'rquvni his qilamiz. Biz 2 mahal har kuni bizga shu arini, zahrini berib, o'zi qo'ldan